Hürmetli vatandaş, endi sizlarga bagavadimiz bo'yicha sizlar bilan birlikda muhokama qilamiz. Hürmetli vatandaşım, biz yuqorida leksiyada ko'rib o'tdik. Yevropada 7 davlat guruhi tashqi ishlar ministrlarining yig'iniga qatnashgan Amerika Qo'shma Shtatlarining davlat ishlar katibi Antony Blinken Yevropada pul muomala gazetining muxbirining ziyoratini qabul qilganda Angliyada nashr qilinadigan pul muomala gazetining muxbirining ziyoratini qabul qilganda yuqoridagi so'zladi. Vatandaşım, bu bir cümle esingizde bo'lsin. Masalan, Uyg'uriston masalasida Jungo Birlashgan Davlatlar Tashkilotida imzolangan xalqaro kishilik huquq xitobnomasiga imzo qo'ygan. Ko'pchilik biz yana Amerika buningga bu imzo qo'yishga astoydil muomala qilamiz. Kaynimizga yanmaymiz, oldimizga mangmaymiz yoki u ham mingib, bu ham mingib avara olmaymiz. Siz Birlashgan Davlatlar Tashkilotining nizomnomasiga imzo qo'ydingiz. Amerika biz buningga astoydil muomala qilamiz. Chunki siz bexatarlik komitetidagi 5 davlatning a'zosi. Birlashgan Davlatlar Tashkilotining a'zosi. Siz Jungolik apandi Birlashgan Davlatlar Tashkilotining nizomnomasini va yakuning qonun farmonlarini ijro qilmasangiz, Birlashgan Davlatlar Tashkiloti nima ish qilasiz? Bu savolni biz qo'yib bu davlat ishlar kotibi Antony Blinken shuni aytganda, aqlga ishorat, nodonga juvaldırız deb Jungoga ko'rsatayotgan taraf shukanki, siz Birlashgan Davlatlar Tashkilotida imzolangan xalqaro kishilik huquq xitobnomasiga imzo qo'ygan. Uyg'uriston masalasida Jungo, siz buni ijro qilasiz. Lekin vaqt qayerga yetdi? Masalan, alayli vatandoshlar, Amerika Qo'shma Shtatlarining prezidenti ayni chog'dagi Bill Clinton 98-yil 6-oyning 27 kuni Beijingni ziyorat qildi. 97-yil 10-oyda Jungoning raisi shu vaqtdagi Jiang Zemin javoban 10-oyda Washingtonni ziyorat qildi. Shu yili 10-oyda Birlashgan Davlatlar Tashkiloti turishliq Jungoning vakili Chen Huasin Birlashgan Davlatlar Tashkiloti iqtisod, madaniyat, huquq, xalqaro ahdnomasi, Birlashgan Davlatlar Tashkiloti siyosat va jamiyat huquq, xalqaro ahdnomasi. Ikki parcha Birlashgan Davlatlar Tashkilotining qonuniga imzo qo'ygan. Buning birinchisi 97-yil 10-oyning oxirida. Ikkinchisi 98-yil 3-oyda. İki parça hüccet, iki parça kanun, xalqaro kishilik huquq xitobnomasining tarkibidagi qonunlarga imzo qo'ygan. Bugun Antony Blinken davlat ishlar kotibi deydiki, siz shu nizomnomalarga imzo qo'ygan. Biz Amerika buningga bu imzo qo'yishga astoydil muomala qilamiz. Bu xalqaro qoida nizomlarni asos qilgan xalqaro tartibning bir qismidir. Ala şəhərini. Bu xalqaro qoida nizomlarni asos qilgan xalqaro tartibning bir qismidir. Agar kim bergan va'dasiga amal qilmaydigan bo'lsa, biz Amerika buningga qarata sada qaytaramiz. Bizning mushundaq qilish ham shundaq qilish huquqimiz bor. Tugadi. Vesselam. Tamam. Bu demek eğer hesaplasanız vatandaşım 1997-1998 yılı şu vaxtki Bill Clinton prezident davridan başlangan iş. Demek bugünkü hesaplagan 20 yıl, 21 yıl ötken gün. Vatandaşım,
Moşa arlıqda Cungo Kompartiyası verdi. İki parça kanunun birisiga imza koyduk dedi. Mesela iktisat, cemiyet. Hukuka iktisat, medeniyet. Hukuka halkara kaidesine, halkara ahdinamısıga imza koyduk ve icra kılımız dedi. Yani kanda icra kıldı. Bunun tüzük hüccet yok. Ya ki yazma haber mi yok. Bu kanundan esilip kalğını hazırgıça Cungo'nun halk vekiller kurultayı tasdiklamay turup atqını iktisat, medeniyet, hukuk ve yak. Siyaset, cemiyet, hukuka halkara ahtiramız. Ben bu mavzularını toluk eyti aldım mı bilmedim. Kitabım mavzu iskilat doğup kaldı beni geçirinler. Siyaset, cemiyet, hukuka halkara ahtiramız. Eğer bu kaide boyunca halkara ahtinamı kol koygan ekensiz, bu iki parça kanunun baş kısmı da hem kiri söz kısmı da eğitilgan, ta'kidlengen bir söz var. O nime? Her kandak millet ve halkların öz takdirini özü belgeleş hukuku var. Demek ki her kaysi milletlerinin öz takdiri, halklarının öz takdirini özü belgeleş hukuku var. Demek siyasi tallaş hukuku var. Demek bu hazır Xitay imza koyuş bilirler, Uygurlarga beriş deyişlik hukukla. Uygurları çakırıp ekkelip alamana deydiğen hukukla. Nim için Xitay hükümeti azı 20 yılgıça. Ya ki ene qaytqanda 22 yılgıça ya ki 21 yılgıça. Bu siyasetini icra kılmay nim için müşkününü söylep geldi. Buna hemen cevap vermeyeyim vatandaşım. Bir de başta devlet iştakatı Antony Blinken nim dedi? Biz bu iş için bir neçe 10 yılla eceri sındırdık. Meblağ kapital saldık o degen gep. Eceri sındırdık. Bu yolda biz işlep geldik. Demek hazır Amerika Koşmuş Ştatları 20 yıldan beri bu işe işlep geldi. Mesela alaylı 1991 yılı Rusya Kreml İmperiyası yemirildi vatandaşım. Bill Clinton şu vaxtki prezidentin Cungo'nu ziyaret kılışı top doğru 8 yıldan keyin yüz verdi vatandaşım. Prezident Bill Clinton şu vaxt dedi ki Cungo'nun devlet çegrası qayadan qaya geçe. Esinizde bolsun vatandaşım. Şunu dekildi şu anda 4 mesele. Hong Kong'da demokratiya terakkiyat meselesi, Tayvan'da demokratiya terakkiyat meselesi, Uygurustan meselesi yakında namoyish kıldı, ular mustaqillik talep kıldı. Biz bununla nisbeten itibar berishga emas, Cungo hükümetinin samigi salimiz ki bu meselelerini chiroyliqcha hal qilish. Mushu to'g'rida Bill Clinton ayni chog'da so'zlab bo'lgan edi. Hazır Antony Blinken nima deydi? Siz xalqaro ahdnamalar qo'ydingiz. Bu Uyg'uriston masalasiga taalluq masala. Siz qo'l qo'ygan ekansiz, ijro qilasiz. Amerika bu masalaga biz astoydil muomala qilamiz. Kim va'dasiga amal qilmaydigan bo'lsa, Amerika biz buning sadaqa qaytaramiz. Bizning shunday qilish, ham shunday qilish huquqimiz bor. Moşrağında karısınız vatandaş allaqaçan. Bunun 20 yıl burun Amerika Cungo söhbeti de Uygurustan meselesi hal qilib bo'lindi desiniz mi bo'ladi vatandaş. Fakat Xitay hükümeti hazırlıkçı nemişki söylep geldi. Nemişki icra kılmaydı. Nemişki gün tertipke koymaydı. Birleşken Devletler Teşkilatı da sen kol koygan, imza koygan kanun ne? Nemişki muş günü geçi icra kılmaysan, nemişki yolga koymaysan. Gep mana muş yerde vatandaşlar. Şuna bugün Amerika halkının Uygurlar meselesi de keyinki vaxtlardaki kanunlar, Uygur kişilik hukuk, siyaset kanun layihəsinin imzalanışı, sabık prezident Trump efendinin imza koyuşu, onun keyin hükümet almıştı, yeni hükümet Joe Biden prezident hükümeti, Antony Blinken, yani 1. ayının 9. günü sabık devlet iştakatı ve Mike Pompeo soykırım. Onun keyin 20. günü Aksaray kirdi Prezident Biden hükümeti Antony Blinken vazife tapşırıp aladigan vaqtda Kengash palatası dedi ki ben varislik qilaman. Yani
Mike Pompeo'nun 1 ayının 19 günü sözügen azı Uyg'uristonda Xitoy hukumati irqiy qirg'inchilik qilyapti degan siyosatiga varisa qilaman dedi. Mana bugun endi bu ochiq oshkor o'tirg'i chiqdi. Men shaxsan shunday aytaman vatandoshim. Hozir demak Amerika Qo'shma Shtatlari Uyg'uriston masalasida astoydil ishladi, astoydil muomala qilamiz debdi. Uyg'uriston masalasini hozir Amerika Qo'shma Shtatlar hukumati hal qilib bo'ldi desangiz bo'ladi vatandosh. Ko'ring. Tahlil qilib beqing, atrofliq tahlil qilib beqing, atrofliq ko'rib beqing, atrofliq o'ylab beqing. Mushu mazlarni vaqt ichiga qo'ying. Nemishqa jungo kechiktirib bishak keladi jungo degan savolni qo'ying. Anandan keyin nemishqa Xitoy bostirdi degan savolni qo'ying. Nima uchun jazo lageri qurdi degan savolni qo'ying. Undan keyin vatandosh jungo diplomatlari yaqindan beri nemish g'aljirlashib ketdi degan savolni qo'ying. Undan keyin 3-oyning 18-19 kuni Alyaska shtatida Amerika Qo'shma Shtatlari bilan o'tkazilgan suhbatda nima uchun Yang Jiechi siyosiy byuroning a'zosi nima uchun tashqi ishlar ministri Wang Yi'la qo'pollik qildi, nemishqa sakrab chiqdi, nemishqa ho'kirdi degan savolni qo'ying. Qisqasi, jungo hukumati g'aljirlashganligi buning tag-tagtirini aytsangiz bu sabab Uyg'uriston qo'ldan ketdi. Bugun men Antony Blinkenning mushu bir abzal so'zi bilan shunda xulosa chiqarmanki, o'zimcha mushu bir abzal so'z bilan Uyg'uriston qo'ldan ketdi. Xitoy Kompartiyasi Uyg'uriston qo'ldan ketdi. Bu qonunda belgilangan bir jumla so'z har qanday millat va xalqning o'z taqdirini o'zi belgilash huquqi bor. Masalan, burundagi bir jumla so'zning ma'nosi, ikkinchi ma'nosi Birlashgan Davlatlar Tashkilotining umumiy yig'ini va boshqa yig'inlarda qayd qilingandek, nima ma'nosi? Millatlarning o'z taqdirini o'zi belgilash yo'lida siyosiy tanlash huquqi bor. Mana vatandoshim, bugun ko'zi bor odam buni ko'ralaydi, so'zi bor odam buni so'zlayalaydi. Hurmatli vatandoshim, Amerika xalqi sizga Uyg'urga yordam qilib, mana bugun Yevropa Londonda 7 davlat guruhining yig'inida Angliya pul muomala gazetining maxsus ziyoratini qabul qilgan Amerika Qo'shma Shtatlarining davlat ishlar kotibi Antony Blinken hammani ochiqdab o'ttirg'i tashladi. Echivetdi. Masalaning taktini echivetdi. Uyg'uriston masalasi sen imzo qo'ygan Birlashgan Davlatlar Tashkilotining nizomnoma va qonuni masalasi. Ijro qilisan. Biz Amerika buningga astoydil muomala qilamiz. Kim va'dasi turmaydi ekan, biz Amerika buningga javob qaytaramiz. Bo'ldimi vatandoshim? Razı bo'ldingizmi yaqinda? 25 yildan keyin tunji qatam. Ochiq talaqatim angladik-ku bundaq vaziyatda talaqatim angladik. Siz angladingiz, biz oldim angladik. Bugun ochiq 7 davlat yig'ini, tashqi ishlar ministrlarining yig'inida maxsus programmada davlat ishlar kotibi Antony Blinken mana shundaq Jakarta e'lon qildi, so'zladi, nutq so'zladi. Ko'zi bor odam ko'ralaydi. Amerika'nın yardımını sözü bu adam söz diyelaydı. Amerika'nın Uygurlarga bergen yardımını.